Bugun mamlakatimizda ta'lim sohasi tubdan rivojlanyapti. Yangi islohot hamda o'zgarishlarga yuz tutmoqda. Ayniqsa oliy ta'lim tizimida xususiy universitet hamda institutlarning tashkil etilishi ko'pgina malakali mutaxassislarning yetishib chiqishi, ularning keng ko'lamli imkoniyatlardan samarali hamda unumli, oqilona foydalanishlarini ta'minlamoqda. Yangicha yondashuv, yangi imkoniyat va yangi qirrali yoshlar. Bu albatta o'z-o'zidan bo'lmaydi. Davlatimiz rahbarining mazkur yo'nalishdagi e'tibori ana shunday salohiyat hamda iste'dod egalari, ilmli yigit-qizlarning yuzaga chiqishida muhim o'rni hamda ahamiyatini namoyon etmoqda. Qarshi shahridagi Turon universiteti 2022-yilning dekabr oyidan buyon o'z faoliyatini yuritmoqda. Ayni paytda bu muassasada 22 yo'nalishdagi bakalavr hamda 10 ta yo'nalishdagi magistratura bo'yicha mutaxassisliklar tayyorlanyapti. Eng e'tiborlisi, dars jarayonlari juda qiziqarli o'tayotgani bilan ahamiyatli bo'lmoqda. Nazariy hamda amaliy dars jarayonlari izlanuvchan ustoz hamda murabbiylar tomonidan olib borilyapti. Shuning uchun ham universitet yoshlari katta yutuq hamda muvaffaqiyatlarga erishyapti. Prezident stipendiyasi, shuningdek nomdor tanlov va olimpiada sohiblarini uchratish mumkin. Hozirgi kunda ilmiy izlanishlarim va ustozlarimning bergan bilimlari natijasida Islom Karimov nomli davlat stipendiyasi sohibasi bo'ldim. Shu kungacha bir qator maqolalar muallifi va turk tili sertifikatiga ega bo'ldim. Kelgusida maqsadlarim o'z sohamning malakali mutaxassisi bo'lib yetishish. O'zim qatori tengdoshlarimga shuni maslahat bermoqchimanki, oldingizga katta maqsadlar qo'ying va maqsadlaringiz sari doim olg'a qadam bosing. Yaqinda bo'lib o'tgan eng yaxshi startap loyihasida nufuzli birinchi o'rinni oldim. Mening startap loyihamning asosiy g'oyasi, startapning nomi Usta AI, ya'ni har bir ustani mijoz bilan bog'lash, lekin ustalarga yengillik hisoblashni bir zumda tez chiqarib beradi. Men avval eshik romlar firmasida ishlaganman. U yerdagi kamchiliklarni ko'rdim va o'shanga yechim topdim. O'sha Usta AI loyihamda u yerda ustalarga yechim topilgan va mijozlar uchun yengilliklar bor. Qanaqa yengillik bor? Ustalar har xil mijozlar bilan tezda bog'lanish mumkin ilova orqali. Kirasiz, 5 daqiqa o'zingizga kerak ustani topasiz. Hozirda ushbu oliy ta'lim muassasasida jami 4178 nafar talaba yoshlar tahsil olmoqda. Ularning 2626 nafari kunduzgi, 1552 nafar esa sirtqi ta'lim shaklida o'qiyapti. Magistratura bosqichida esa 493 nafar talabalar o'z bilim va malakalarini oshirishmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, o'tgan yili 115 nafar bitiruvchilar o'qishni muvaffaqiyatli tamomlab, davlat namunasidagi bakalavr diplomiga ega bo'lishgan bo'lsa, joriy yilda esa magistraturani 250 nafar, bakalavriat ta'lim yo'nalishlarini esa 375 nafar talaba yoshlar bitirishi kutilmoqda. O'tgan kun o'tkazilgan startap tanlovida g'olib bo'ldik va o'sha tanlovimizning mazmuni milliy o'yinlar asosida ingliz tilini bolalarga o'rgatish. Uning nomini Makmak Kids deb nomladik. Bu loyiha hozirgi kundagi bolalarni virtual olamdan biz milliy o'yinlarga olib chiqish, misol uchun makmak o'yinlariga, chillik o'yinlariga va ularni qahramonlar asosida qahramonlar bu o'yinlarni o'ynaydi va qahramonlar qanday etapni bosib o'tganligini bolalar tushunishadi va uni qahramonlarni biz til o'rgatishga moslashtirganmiz. Ya'ni qahramonlar har bir bosqichni bosib o'tganini bolalar ingliz tilida o'rganib borishadi. Ya'ni ham ertakni o'rganishadi, ham milliy o'yinlarni o'rganishadi, ham bu orqali tilni o'rgatib boramiz. Va bu ertaga biz bunga yana bir loyiha qilmoqchimizki, shu loyihani ichiga qo'shmoqchimiz, yosh bolalarni, ya'ni 5-6 yoshli bolalarni ixtirolarga, startaplarga qiziqtirish va ularni yoshligidan ertaklar asosida ixtiro qilishga o'rgatish. Bu hozirgi global dunyoni asosiy experience, ya'ni tajribalardan biri hisoblanadi. Shuning uchun bu loyihani katta proyektlar asosida olib chiqmoqchimiz va ertaga kelajakda mana shu Turon universitetini nufuzini oshirish uchun, obro'sini ko'tarish uchun biz katta bel bog'laganmizki, yaxshi g'oyalar bilan, yaxshi startaplar bilan, yaxshi tematik dasturlar bilan biz xalqaro olamga ham chiqib borib, o'zimizning bilimimizni, saviyamizni dunyoga e'tirof etish bizning eng asosiy vazifalarimizdan biri hisoblanadi. Turon universitetida zamonaviy masofaviy ta'lim yo'nalishi studiyasi ish boshlayotganidan juda ham mamnunmiz. Bundan bizning maqsadimiz keng auditoriyaga sifatli bilim berish va talabalarga yangi innovatsion muhit asosida interaktivniy dars mashg'ulotlarini tashkil qilishdan iborat. Bu hozirgi raqamlashayotgan davrda juda ham muhim ahamiyat kasbga ega hisoblanadi. Nimaga deganda, ham moddiy tomondan ham vaqtni tejash imkoniyatlarini beradi. Hozirgi zamonaviy talab hisoblanadi.
va bunda o'sha talabalarga qulay va samarali dars mashg'ulotlarini tashkil qilishdan iborat Tuna universitetida bizda bakalavriat, magistratura va kunduzgi va sirtdan yo'nalish muhitlari bor. Bizga yana qo'shimcha masofaviy ta'lim yo'nalishi ish boshlayapti. Barcha Qashqadaryodagi talabalarni shu Turon universitetiga yangi yo'nalishdagi va yangi zamonaviy ta'lim muhitiga taklif qilamiz. Har kuni 1 soat, 1,5 soat kutubxonaga kelib kitob mutolaa qilib turaman. O'zim uchun va boshqalar uchun ulashib turaman bilimlarimdan. Universitetimizda elektron kutubxonasi ham bor. Uyda bo'lgan vaqtimda ulardan foydalanib turaman. Mazkur universitetning tibbiyot fakulteti ham bugungi kunda zamonaviy yondashuvlar asosida rivojlanib bormoqda. Xususan fakultetda davolashchi hamda pediatriya ishi yo'nalishlari bo'yicha talabalar uchun keng imkoniyatlar yaratilgan. Bu yerda tahsil olayotgan talabalar nafaqat nazariy bilim, balki amaliy ko'nikmalarni ham chuqur egallash imkoniyatiga ega bo'lmoqda. So'nggi vaqtlarda fakultet moddiy texnik bazasi sezilarli darajada mustahkamlandi. Xususan ilg'or texnologiyalar asosida yaratilgan zamonaviy tibbiyot anjomlari olib kelinib, o'quv jarayoniga joriy etildi. Yangi jihozlar orqali talabalar real tibbiy amaliyotga yaqin sharoitlarda mashg'ulotlar olib borishmoqda. Bu esa kelajakdagi shifokorlarning kasbiy tayyorgarligini yanada oshirishga xizmat qiladi. Simulятsion uskunalar, diagnostika vositalari hamda boshqa zamonaviy texnologiyalar yordamida o'quv jarayoni yanada samarali tashkil etilmoqda. Shuningdek, talabalar uchun qulay va zamonaviy o'quv muhiti yaratish maqsadida auditoriyalar ham yangilandi. Bu esa ta'lim sifatini oshirish bilan birga yoshlarning bilim olishga bo'lgan qiziqishini ham kuchaytirmoqda. Turon universiteti tibbiyot fakulteti ochilgani qisqa vaqtda bo'lsa qaramasdan, hozirgi kunda juda ham yaxshi yutuqlar erishmoqdamiz. Hozirda fakultetimizda 1000 ga yaqin talabalar tahsil olmoqda. Hozirgi kunda biokimiya laboratoriya jihozlariga keng to'liq ta'minlangan laboratoriya o'quv-xonamiz tashkil etildi. Fakultetimiz hozirda 4 ta laboratoriya xona va 2 ta simulyatsiya markazini ishga tushirdik. Bolalarimiz bir vaqtning o'zida 20 dan ortiq klinik bazalarda o'quv bazadan tashqari u yerlar klinik bazalarda ham amaliyotni amalga oshirib kelmoqdalar. Quvonarlisi, hozirgi kunda shu ilmlarni olgan ilmlarini xalqaro olimpiadalarda ham o'z bilimlarini ko'rsatib kelmoqda. Shu jumladan Termiz shahrida o'tkazilgan birinchi talabalar xalqaro olimpiadasida 2 nafar talabamiz 3-faxrli o'rinni qo'lga kiritdilar. Bu ham bizning qisqa vaqtda erishgan yutuqlarimizdan misol bo'la oladi. Undan tashqari talabalarimiz hozirgi kunda xalqaro talabalar o'rtasida bo'ladigan konferensiyalarda va ma'lum bir talabalar festivallarida ishtirok etib kelmoqdalar. Hozirda oliy tahsil olayotgan talabalarimizni eng oliy maqsadimiz viloyatimizga kerakli bo'lgan yetuk shifokorlar yetkazish va aholimizni tibbiy salomatligi va madaniyatini yanada oshirishga o'z hissamizni qo'shish oliy maqsadimiz hisoblanadi. Aytish mumkinki, oliy ta'lim muassasasi rahbariyati tomonidan fakultetda moddiy texnik bazani yaxshilash maqsadida 6 milliard so'mdan ko'proq mablag' yo'naltirildi. Bugungi kunda yigit-qizlar zamonaviy auditoriya, laboratoriyalarda tibbiy bilimlarni oshirishyapti. Amaliy mashg'ulotlar va malakaviy amaliyotlar universitet filiallari joylashgan viloyatning nufuzli shifoxonalari hamda tibbiyot klinikalarida olib borilmoqda. Bu o'z navbatida mazkur yo'nalishdagi talabalarning katta natijalarga erishayotganini ham ko'rish mumkin. Bizga yaratib berilayotgan imkoniyatlar va mulyajlar, har bir laboratoriya mashg'ulotlarini o'tkazishimiz uchun bizga yaratib berilayotgan har bir imkoniyatlar va bizga berilayotgan ishonchlarni oqlash borasida biz Turkiyada o'tkazilgan katta konferensiyada O'zbekiston jamoasidan 50 ta kishi bo'lib qatnashdik va universitetimizda 5 nafar ishtirokchi borib, katta maqolamiz bilan qatnashib, turk kitob sarlavhalarini ham bezadi bizni maqolalarimiz va bu borada biz sayohat qildik. Turkiyada o'z universitetimizni nomini ulug'larga ko'tarib keldik. Biz bu yerda yaratib berilayotgan imkoniyatlarni, shart-sharoitlar haqida u yerdagi Turkiyadagi yosh talabgorlar bilan bo'lishdik va bilimlarimizni almashib, bizga eng muhimi kerakli ma'lumotlarni o'rganib, o'z ustimizda yanada ishlab keldik. Bizga shunday imkoniyatlarni yaratib berayotganligi uchun albatta muhtaram prezidentimizga kattadan katta rahmatlar aytib qolamiz. Kuni kecha bo'lib o'tgan Termiz shahrida Termiz xalqaro 2026 xalqaro olimpiada, ya'ni tibbiyot sohasida bo'lib o'tgan olimpiadada Turon universiteti nomidan qatnashib keldik. Bunda masalan o'zim normal fiziologiya fanida qatnashib faxrli 3-o'rinni egalladim. Bu o'rinni egallashimda asosiy sabab, ya'ni universitetimizda yaratib berilayotgan shart-sharoitlar, bundan tashqari professor o'qituvchilarimizni bizga berayotgan ta'lim tarbiyalari hamda rektorimiz tomonidan bizga ko'rsatib berilayotgan har qanday imkoniyatlar katta deb o'ylayman. Yutuqlardan juda ham xursandmiz.
Xudo xohlasa, bundan keyingi olimpiadalarda bundanda yuqori yutuqlarga erishish niyatidamiz. Sentyabrdan beri harakatlarim natijasida loyiha ishlab chiqdim. Bu loyiham aynan tibbiyot sohasidagilar uchun, tibbiyot xodimlari, talabalari hamma uchun. Bu loyiha Marketplace Muirfa loyihasi. Marketplace onlayn ham offlayn ishlaydi. Unda nimalar bor deyilganda asbob-uskunalar, kitoblar, shu tibbiyotga oid hamma kerakli narsalar sotiladi. Unda tarmoqlangan, kelajakda uni ichiga dorilar va chetdan keladigan asbob-uskunalarni ham qo'shamiz. Tibbiyotchilar uchun bu qulaylik. Shu maqsadda Turon universitetimizda tibbiyot sohasida ham hamma sohalar bo'yicha startap loyihalar bellashuvi bo'ldi. Shu bellashuvda men 3-o'rinni egalladim va loyiham tasdiqlandi. Bugun zamon shiddat bilan rivojlanyapti. Keng ko'lamli islohot hamda o'zgarishlar ta'limdagi qator yangiliklarning ham amaliyotga keng joriy etilishini ta'minlamoqda. Shunday ekan, mazkur oliy ta'lim muassasasidagi istiqbolli loyihalar ham ilmli hamda barkamol avlod, malakali mutaxassislarning yetishib chiqishda muhim o'rni hamda ahamiyatini namoyon etadi.